Ona bo'lish bu buyuk ne'matlardan biri. Onalikni his qilishga har bir ayol loyiqdir. Biz siz ona bo'lasiz jamoasi har bir muammoga duch kelgan ayolga ona bo'lishga sababchi bo'lishga tayyormiz. Shifokorlarimiz, jamoamiz faqat ayol reproduktorlardan tashkil topgan va tabiiy homiladorlikka ayolni sog'lomlashtirib, rejalashtirishga yordam beramiz. Bugungi kunda zamonaviy tibbiyot uslublaridan foydalangan holda bachadon ichi inseminatsiyasi, eko amaliyotidan foydalangan holda ko'p ayollarimizga ona bo'lishiga sababchi bo'ldik. 30 yildan beri shifokor bo'lib ishlayapman. Shifokor bo'lgandan juda ham xursandman. Bu eng katta baxt men uchun. Bugun bayram. Hurmatli aziz ayollar, opa-singillarim, chin dilimdan kelayotgan bahor bayram bilan sizlarni tabriklamoqchiman. Doimo sog' salomat, baxtli, guldek, chiroyli bo'lib yuringlar. Ayollar eng nozik xilqat egasi. Har tong ayollarga baxt, sog'lik va ikki chiziqli quvonchni tilab qolaman. Go'zal va maftunkor ayollarimizga bahoriy kayfiyatni tilagan holda siz bilan hamisha garmoniya va jozibakorlik bo'lishini va albatta o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lishingizni va bunda sizga doimiy bahoriy kayfiyat har doim birga bo'lishini tilab qolamiz. Ayollar salomatligi bu hayotimiz, turmush tarzimizda katta o'rin tutadi. Ayollar sog' bo'lsa-ki, jamiyatimiz ham yaxshi, ularning davomchilarimiz ham hammasi sog' bo'ladi. Va o'ylaymanki, bu ayollar salomatligini yaxshilashda bizning jamoamiz sizlarga yordam beradi, bepushtlikni davolashda, ayollar salomatligini tiklashda sizlarga katta yordam beradi. Har bir ayolimizga onalik baxtini nasib etsin. Biz sizni siz ona bo'lasiz eko markazi nomidan 8-mart bayrami bilan